Atiga ikkitagina mahsulotdan 3 xil turdagi muzqaymoqlarni uy sharoitida tayyorlaymiz. Sizga muzqaymoqni qaysi turdagisi yoqadi? Xandon pistali, qulupnayli yoki muzqaymoq tayyorlash uchun mahsulotlarni eng yaxshilarini saralab olasiz. Sadaf sut mahsulotlari tabiiyligi bilan va sifati bilan boshqalardan ajrab turadi. Qaymoq, moloko xohishga ko'ra vanilin solib mikserda aralashtirib olasiz va o'zingiz yaxshi ko'rgan xandon pista, qulupnay yoki shokoladni solasiz. Men har doim qayerga borsam birinchi bo'lib xandon pistaligini maza qilib olaman. Qolipga vaflini qo'yib, ustidan tayyor bo'lgan muzqaymoqni qo'yasiz va ustidan ikkinchi vaflini qo'yib muzxonaga qotirishga olib qo'yasiz. Ikkinchisiga bo'lsa o'zingiz xohishga ko'ra qulupnoy, malina, mango xohlagan mevangizni solsangiz bo'ladi. Uchinchi turdagi muzqaymoqda shokoladni sorkadan maydasidan chiqarib qo'shamiz. Juda ham mazasi o'zgacha bo'ladi. Shokoladli muzqaymoqni yaxshi ko'radiganlar bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying. Tabiiy va sifatli mahsulotlardan siz ham aynan shu muzqaymoqdan uy sharoitida tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling.